O'zlari xolam kelib, sog'ib ko'rib oldi. Necha sog'dingiz? Sir bo'lmasa. Bir sog'gan 9 litr sog'dingiz. Mashalloh. Mana haqiqiy chempioni. Simental Green Force bilan 15 kun saati topib 1 million berib qo'ydi. Sana orasi olib kelaman. Tusamisiz? 200 ming o'tdim sizga. Va baraka. Duo qilib chiroq. Duo qiling. Duo qilaman. Amin. Amin. Lekin niyatni qo'llashgan bo'lsangiz, niyatingiz yeting. Amin. Shu ishingizdan yaxshi daromad olib, bolachaqangizga bosh ko'rib, sizga kelib o'shanga qo'shilib, bolachaqangizga ota-onasini ko'rib, ko'ring. Aynen. Shundan chiqqan foydaga Allohning baytiga borgan oilasi. Rozi. Hurmatli obunachilar. Shvedni go'zallari, noyoblari. Benim akalam Musofirda ekan bo'lib sotdim. Mana. Musofirda akalam ham kelishib va oilasini barida qo'yoq go'sht oshdiasi ertasiga hamma nevara chevara evaralargacha olib Allohning baytiga borib ziyod qilsa Alloh nasib qilsin. Ko'rganim mashalloh deb like bosib keting. Bolasi buqa shvedda nomeradinlaridan. 500 talakka 200 dollar. 700 talakka bitta qo'chqor. 1000 taga bitta simental buqa. 4000 talakka bo'lsa ikkita ena bolasiga. Qirg'iziston paroda shved bolasi gibrid. Jasur aka aldanganlar kelaversin, duoqsa bekorga berib yuboraman. Hozirgi shu kunda shu soatda 17 milliondan 55 milliongacha mollarimiz bor. Sutlari 10 tadan 40 tagacha suti bor. Qora shahzodalarimizdan bolasi shvedcha. Puli qiziq emas. Undan sovoqsa qosilashdan xudo saqlasin. 30 million 20 ta sutga 1,5 ta qaymoq qil. Chiroylisidan, go'zalidan, bolachasi buqacha. O'ta yuvosh narsa, jonni sog'lom. Hurmatli obunachilar, sevgilarda kelib, o'zlari yuvoshligini ko'rib olib ketishlari mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli Jasur kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Shvedlar makoni bo'lib ketdi-yu, barakali bonan fermasi. Mana qaranglar. Bir-biridan chiroyli yonida bola, qornida bola 3 bola sizlar so'raganiga bugun maxsus videolar bo'ladi. Farg'ona viloyati Quva tumani barakali bola fermasidan bugun yangi son, yangi partiya sigirlarimizdan taqdim etamiz akalar. Erta tongda kelganmiz, barakalar boshlanib ketdi. Bo'lgan barakalar video boshidan qo'ydik va video oxirigacha ko'rsalaringiz, bo'lgan barakalarni taqdim etib boramiz. Akalar buncha sigirlarni tanlab ko'rsatishim oson emas. Arzimas mehnatlarimizga bittadan like deb bosib, padishkada bo'lib ketinglar. Inshaalloh har bir like bosgan insonning uyida mana shunaqa sigirlardan ko'p bo'lsin, uyi ferma bo'lib ketsin. Va bizni ko'rib turgan insonlar bo'lsa, ekranimizda podpisatsiya yoki o'zbekchasiga obuna degan yozuv bor. O'shani bosib qo'yinglar. Shunda biz kirgizib borayotgan videolar muntazam SMS bo'lib borib turadi, ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Mana qaranglar, bolalarini bilan. Voy, u tutamni qarang. Chandilan qarang. Xudo xolasa kamdan onasi bo'ladigan sigirlar kelibdi. Doston aka. Assalomu alaykum. Bismillah. Yaxshimisiz aka? Sog' yaxshimi aka? Ayyomlaringiz bilan hojidomijon ham yaxshimi? Umrimizga, rizqimizga, kasb-korimizga Alloh barakalar yog'dirsin. Chorvamiz ko'paysin. Foydalarga Allohning baytiga borib ziyorat qilish Alloh nasib qilsin. Baxtimizga hojidomijonlarimiz hamisha to'rimiz gullab o'tirib duo qilishdan Alloh charchatmasin. Musofirda akalar ham kelishib va oilasini barida qo'yoq go'sht oshdiasi ertasiga hamma nevara chevara evaralargacha olib Allohning baytiga borib ziyorat qilishni Alloh nasib qilsin. Bugun aka sigirlarning o'zgachalaridan bu. Matta boshida aytib ketaylik aka, bu YouTube o'yinlarimizni ko'rib ketamiz. 500 talakka 100 dollar edi, 50 dollar qo'shdi, bizda 50 dollar, 200 dollar bor. Hozir yetgan bo'lsa, 500 ta bo'lgan bo'lsa, 4 kishiga bo'lib olamiz. 700 talakka bitta qo'chqor, 1000 talakka buqa, 4000 talakka 2 dona bola. Hozir tofti. 500 taga shunda 200 bo'lyaptimi? 500 talakka 200 dollar, 500 talakka 200 dollar, 700 talakka bitta qo'chqor, 1000 taga bitta simental buqa, 4000 talakka bo'lsa ikkita ena bola sigir. Javobmi? Xolasa bir oilalardan tanlash bo'ladi aka. Bir oila qanaqa nima degani u? Aka, mana molimizni birinchi bolasi, ikkinchi bolasini egalari olib qoldi. Hop. Uchinchi bolasi bu yonda mana. Ana o'rtadagicha. Ha, mana uchinchi bolasi, qonida to'rtinchisi. Hozir qizini ham yana bolasi bor. Bitta oila aka bular. Mana bu birinchi bolasi. Ikkinchi bolasini egasi olib qoldi, uchinchisi bu yonida, to'rtinchisi qonida. Mana bu bo'zak qaysi? Shuni bolasi. Ikkitami? Yo'q. Bu ona bola.
Ha. Birinchi qoringa, birinchi bolasi. Mana uni Tushunmadingiz. Mana bu qaysini bolasi? buni bolasi. Nevarasi ham bor ekan-da, batamasi. Nevarasi ham bor aka, bitta oilada. Boshladingmi? Aka boshlaymiz. Yaxshi insonlarga nasib qilsin, chorvasi ko'paysin. 100 ta, 200 ta emas, 1000 talar mol olib kelsin. Hali hasad qilmaydi. Chiroylisidan, go'zalidan, bolachasi buqacha. Aka sigir go'zalidan. Eng qizig'ini aytaymi? Aha. Onasi Greenford, bolasi Mintal. Mana buni qarang, chiroyligini. Sirg'adaydan. Bola buqacha. Uni qutqaradi aka. Birinchi qoringa. Aha. Bolasi baylangan hozir ko'rdingiz bayladik. Hop. Bolasini baylamasdan erta-kech 15 sog' bo'laversin. Bolasi toza semental aka. Yaxshi bola beradi. Chiroyli bola beradi. Narxlari hamyonbop bo'ladi. Привозной akalar, qulog'ida sirg'alari bor. Rossiyadan kelgan. Toza Rossiyaga. Batala qarang, og'am. Doston aka, qancha deyapsiz endi pochiniga? Boshlanishiga, o'sha pochini ochib olmadik-ku. Hop. 35 million O'zbekiston million dastlabki qilib beraman. O'zingiz bilib. Aka, mana buqani nech pul yo'ladi? Ha, o'zingiz bilib shu holatda. 15-16 millionga hammasi oladi. Mana uni 20 millionga bermaydi-yu. Hop, bilib 34 million pochinga. Bo'ladimi? ikkita uchga. Qaramasdan bor aka. Savdosi bor. Sunnat ko'p beraman. Kam bor. Dastlabki ham bor. O'zbekiston bo'ylab. Akalar, mana shu molning narxi arzon bo'ldi, olib qolinglar. Bolasi buqacha. Xudo xolasa olgan kundan boshlab foydaga olib kiradigan sigir. Qora shahzodalarimizdan bolasi shvedcha. Aka, bugun xudo xolasa narxlar arzon bo'ladi, ulg'ayganlar turibmiz. Aha. O'zi bizda kunda arzon bo'lyapti, xudo xolasa aka. Hop, qaniz. Yosh aka bugun. Aha. Birinchi qorniga. Hop. Bolasi ko'paysin. 15 ta suti bor. Yeb ichi sog'liq garantiya. Mana bu. Chiroyli Narxlar ham holatda. arzon bo'ladi aka. Nech pul? 32 million O'zbekiston bo'lib keladi. Kelishining. 31 million. 30 pastiga bitadimi? Aka, unda joy ezg'ilab olmaysizmi? Yo'q, nimaga? Elyor aka maktabda qolarsa. Yo'q. 31da qolarsan. Yo'q. Ulug' aka, nechinchi maktabda o'qigansiz? Hamma. Aytma bu. Aytmayman. Dalda o'qigan bu. Ha, Doston aka, 30 million. 30 pastiga bitta gapiring. Siz ham savdoda bitta pastlik tepadagi gapiring dedingiz-ku. Bo'ldi aka. Butun gapirishdi. Bu mol yangilik emas. Butun gapirish Hoji tog'aya. Balabalarni keragi yo'q. O'sha. Alloh iymonli, insofli, sahiy boylardan naqsi 29 million O'zbekiston bo'ylab chiqdi. Bor aka. Ko'rsating molni. Savdosi bor, a? Juda ko'p kan. O'zi nech pulgacha mollar bor? Hozirgi shu kunda shu soatda 17 milliondan 55 milliongacha mollarimiz bor. Sutlar 10 tadan 40 tagacha suti bor. Ha, akalar 40 litr sut beradigan sigirlar ham bor. Mana bunaqa bolasi shvedchalari ham bor. Bankada o'lchab beraveramiz, o'ylanmasin. Qirg'iziston paroda shved bolasi gibrid. Jasur aka, aldanganlar kelaversin, duo qilsa bekorga berib yuboraman. Chunki siqilib davlatlar so'shib ketgan ulardi. Ana. Toza qirg'iz shved aka. Aha. 22 ta suti bor. Hop. 3-qoringa. Bolasi ham gibrid tushgan, qarang. Mashalloh, turdi qarang. Yurakchalarni qarang aka. Bugun 6 kunlik. 6 kunlik. 20 ta sutini bankaga qo'yib o'lchab olaversin 20 kun. Yaxshi mol aka. Chiroyli mol. 1,5 qaymog'ini 15 kun ko'rib olsin. Doston aka, nech pul? Qancha baho aytyapsiz endi bunga? Narximi? Aha. Voy turishingdan san, bunga qaranglar. 37 million qo'yib beray, Jasur aka. Kelishadigan joyi bormi? 36 million qo'yib beray, Jasur aka. Ha, yaxshi ketyapsiz, zo'r bo'lyapti. Hozir chiroylida baland qo'yilgan yo'q. O'g'lab keldingizmi? Dunyo qutqaradi, halol poki bizga yaxshi. So'rang. Bilmasam endi. Sifat Jasur aka, toza mishkaydi. Bitta narx aytingki, lol qoldiring. Bu bola qayerdan o'g'lab kelyapti mollarni? 35 million. O'zbekiston Deysiz. bo'ylab o'sha. Gapiring, kelishdik. Aka, gapingiz ham chalmashib ketyapti. Gapiring, kelishtiring deyapti. 35 million aka, 20 ta sutiga 1,5 litr qaymog'i bor. 34 ga o'tib berasiz. 34 million O'zbekiston bo'ylab 3 ta aka. Xudo baraka. Duoga sotaman. Bu moli puli qiziq emas. Undan savoq soqolsizlashdan xudo saqlasin. 34 million 20 ta sutga 1,5 litr qaymoqqa. Shu olib tepaydigan, suyadigan moldan zerikkanlar kelaversin, duo qilib bersin, musofirlar bekorga beraman. Mana shu mollarda. Ko'rgandan mashalloh deb like bosib keting. Bolasi buqa shvedda nomeradinlaridan. Havas qilgan uyda bosib ketsin. Hasad qilib negativ yozayotgan uyda mishig'i ham bo'lmasin. Ha, ularda bundan ko'p bo'lsin. Bo'lmasin aka. Hasad yaxshi narsa emas, havas qilsin. Aytadi-yu. Jasur aka, ikkinchi qoringa.
24 ta sutini O'zbekiston bo'ylab tekshirib olaveradi. Ana gap bor-ku, Doston aka. Mevali daraxtga tosh otiladi. Xohlagancha ossan aka. Aka biz bandasidan yaxshilaymiz, boshqasidan yaxshilaymiz. Chunki Alloh tevada ko'rib turibdi. Alloh beryapti, Xudoga shukur birimiz ikki bo'lyapti. Qiziq ota-onamiz to'rimizda gullatib duo qilib turishibdi. Qolgan hammasi topiladi. Biz o'zimizni maqtamaylik, bizni boshqalar maqtasin. Shunaqa biz oldindamiz. Aka, 24 ta sutga bolasi buqa, ikkinchi qoringa. Xo'p. Narxi 51 bolalar yo'q. Ha. 48 ham yo'q. Toza shvet akani bir 50 qo'yavering. Ay yo'q, 50. Vijdon qabul qilmaydi aka. Arzon kelgan arzon sotamiz. Suti bor bo'g'ozgida kelgan. Ha, nech pul? Bu molda aka, o Sharxonda bitta G'ofurjon aka degan aka bor, Rashid Tillo bola. Suti bor bo'g'ozgida kelgan. Xo'p. Ammo yaxshi boqsangiz suti bor-ku, to'kib yuboradi. Paqir suti beradi. Narximi? 47 million qo'yib beraman aka. Mana shu tomlar ko'ryapsizlarmi akalar? Sigir bor, badandan berar ekan. Eti ham, yeyishini ham Bolasini ham Birisi bilaveradi-ku. bolasi ham pachka. baklari 4 sonlik zo'r mol ekan. Doston aka nech pulyapsiz? 47 million aka. 50 deng. 46 million. 50 million. Ay 50 millionga yo'q aka, qo'ying. Ha, gapiring bo'lmasa butun. Bizga yarashmaydi. Butun gapiring. 45 million O'zbekiston bo'ylab ketdi mana. 43 millionga O'zbekiston bo'lib ketdi. 43 millionga o'zimga qololmaydimi? Yo'q. 500 ming foyda beraman sizga. Yo'q. O'sha 500 million bo'lmasdan o'tib bering. Aka bunday qilaylik, 44 million O'zbekiston bo'ylab. Ana 500 qo'ysa. jon aka. 500 qo'ysa 43,5 million. Menga ham foyda qolsin aka. Qoladi, Yaqin bo'g'oz 45 millionga. ko'pdan qoladi. Bittadan foyda qilmas qilmabsiz. 44 million qo'yib beraman. 43,5 million. 44 million siylab beraman, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman aka. Bo'lishlar nima deydi? Ovoz bolasi Barkon ham bo'ldi deyapti. Nima deydi? Bersinmi? Balki hayratda. Ha, o'sha. 44 million O'zbekiston bo'ylab uchadi, kami bor. Babbar aka, ko'rsating shvet qirol aka. Qaranglar lekin. Bolani ovoz. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar. 40 millionga olgan qulingizdan kelsa. Savdo sizniki. Pul siz cho'ntagingizdan, mol bizon uyda. Qolgan joy umma qizilmas aka. Bepulga ham beraverasizmi? Qalashni boshqa qiladigan inson emasmiz. Duoga ovortirib beraman. Hurmatli obunachilar. Shvetni go'zallari, noyoblari. Qozog'iston shvetdan. Birinchi bola yonida qochib qolgan bo'lsa, ikki oylik qonida. Aha. 15-16 suti bor. Mana bolasi. Bolasi ham yemayapti. Ertagacha bittadan. O'nasan bola. Bolasi ham hunarjincha aka. Narxlari ham 65, 55. Nechinchi qorin bu? Birinchi qorin aka. Birinchi qori. Yaxshi mol ekan. 52 million O'zbekiston million dastlabki bor aka bu. Ona bolasiga. Ona bolasiga. Kelishtirgan joyi bormi aka? 51 million qilib beraman og'a. 50 pastiga bitadimi? Nech pulga? 50 pastiga bitadi. Qo'yib beraylik. Pastiga. 49 qo'yib beraylik. Yaxshi ketyapsiz. Endi 45 ham 50 pasti. 42 million pasti. Bo'ldi aka, tortishmay 48 million O'zbekiston million. 47 million. Yo'q, aka, tortishmay yaxshi pul aytdim. Men yomon aytmadim. Siz gapingiz yerda qo'ygan shaytonni bo'ylab yursin. Bor aka, onasini olib chiqinglar bu molni. Buni onasi ham bormi hozir? Onasi ham bor, bitta oila bular. Ana Bu bu. birinchi bolasi, uchinchi bolasi bilan yonida onasi. Ikkinchi bolasi qoldi egasida. Mashalloh. Mana haqiqiy chempioni. Simentar, Greenford shunday mollar davrini qayta oladi. To'g'ri shvet mana aka. Mana bolani qarang. Ona bilan bola gul bilan lola. Turib qarang. Joni sog' bo'lsin. Tonnali shvetdan aka. Bu yerga qaytaring. 18-20 ta suti bor. Qochib qolgan bo'lsa 3 oylik bu ham. Xo'p. Qonida to'rinchisi aka. Bitta oila. Joni sog' bo'lsin. Sut beradi, bolani beradi aka yilda. Bolasi ham zo'r ekan. Suydan yoqqa gizib qo'yib tug'ib beradi, qarang pachkasi. Jumaga kelib qolyapmiz, Jasur aka, narxini kutib o'tirmaymiz. Hop. 60 yo'q. Aha. 57, 58, 56 ham, 55 ham, 54 million. Savdosi bor. Ketdi aka. Bu mol katta mol akalar, o'ta yirik. Videoda qanaqa ko'rinadi bilmayman lekin. Bugun juma aksiyasi Alloh yo'lida duo qilsin 1 million. Musofirlar duo qilsin 1 million. Bemorlar duo qilsin 1 million. Hojitoq hojijonlar duo qilishni charchamasin 1 million. Naqd tushganlar shuna bo'ladi aka mana. 50 million O'zbekiston bo'ylab ketdi. Aloqa chiqarasizlar. Akalar, oldi belgisi bor. Qirg'iziston shvet chiqardingiz deng. O'sha sigir. 50 million aka, kami ham bor yani. Ha, bo'ladi.
qirolichasidan xudo xolasa. Birovga uylik bo'ladi. Idire jarayonlari. Shvetlarimiz. Nurdan aka. O'shada to'kilyapti bu. Yana zo'r akana. ha o'ta yumshoq aka. Mana u qani o'rtasidan chiqarib. Mana bola ham maza qilib sog'yapti. Yaxshi. Kelaveringlar. Keling. Biz qayma. Doniyor. Qanisiz? Bu qaymoqda qarang qaymoq. Sen Shvedda bor. Shvedda baribir. Sigir sog'lishlari. Qani nimaga? Hurmatli obunachilar, sigirlarda kelib, o'zlari yuvoshligini ko'rib olib ketishlasa mumkin. Mana xaridorlar erta tongdan boshlangan kelish. Aka, siz qayerdan keldingiz? Qo'shtepa. Qo'shtepadan kelishdi. Masalan, yana bu akalarimiz ham kelgan. Ko'rishyapti, sigir talashyapti. Oson aka. Mana ko'rsating yuvoshinglar turishlarini. Bo'ldi, obunachi aka nima deysiz? Obunachilar qanday shaxsiy tashkilotlar, musofirlar, bemorlarimiz, talabalarimiz, guvohliklar, iloyim hammalar sigirlaring ko'paysin, chorvalarning ko'paysin. Bu bilan rizqlarga Alloh baraka bersin, Allohga omonat qiling. Musofirlarga necha pul bonusi bor? Musofirlarga 4-5 milliondan bonusi bor. Kami bor? Kami o'ylanmasin. Shunday shu pul to'plagan masiyat sotyapmiz. Mana o'zi sizga bor sigir 5 million bo'ladi. Hozir 15 millionga hojat olmas. O'zet ko'ring mana hojat. Ko'rdim. Molni bankida ko'ring. 30 million 500 mingga olganman. Ko'nglingiz uchun foyda bo'lsa bering baraka mana. Ulg'aygan kunda turibmiz. Bunaqa yolg'on narsa kerak emas. Halol 100 ming qolsa o'sha barakali. Birinchi poshinga. Kim qoldi o'zi? Puli, moli bir tepib duo qilasiz faqat. Dangal gapirsiz bob baraka. O'tirib qo'ydi. Yemlamani aqizib qo'ydi. Bir yil yaxshi bo'lmaydi, issiqlamaydi, jelmati bo'lmaydi. Bolalik ham qo'ymayman. Bunaqa hali adib aylash emas. Oltisi qaymog'i zo'r, bola novoz, yosh. Birinchi qoringa 15 kun sari bo'lsa, biz qaytarib holatga boramiz. Ish qolmaganda qaligini sotishingiz mumkin. YouTube'ga barakasini olaman, qani? Chata bo'lsa, u bo'zaydi unaqa bermaydi, qarang. Barakasini olay mana shu odamlar keldi. Bolamlar ko'karamizda 50 yoshga kirib olish avtoritet bor hozir. Gapiring. Sensiz barakali bo'ladi. Gapiring bob baraka mana qochinga. Qancha? O'zini ko'ryapsiz, hozir qirg'iz buqa. O'zi 1 yil boqsiz, hozir bir pechat bo'lsin iloyim. 10 mingga sotasiz. Hozir bitta gapiring, qo'lingizdan chiqqan. Gapiring sotaman bunaqa. Qancha qo'shaman? Sizdan? Sizda u, men bilmayman. Siz ko'yingiz. Mana shu jading. 30,5 desang. Bitta gapiring. Hojto bozorga olsam 33 millionga sotaman bu molni. Lekin sizcha hojto mol duo qilsin, bo'ldi. Molni hamma yo'g'i zo'r, suti zo'r, 4 ta qo'ziq 4 joyda. Bola buqa, yoshi yosh. Gapiring mana bob baraka sotaman. Qancha qo'shsam berasiz? Ya siz ko'yingizda u, men bunaqa deyolmayman. Hozir siz gapiring bo'lmasa. Gapiring, sizlar pullarni tovarida duo qilasiz, bo'ldi. Boshqa joy muhim emas. 31 ga bitam. 31 ga sizga olgan duo qilasiz bu yerga. Yo, men hali ezgilamadim. Hozir bo'lib berdim. Qatanga soyto. Sharxonda. Sharxonga 300 ming olgan. Olib berish ham ichidami? Ichida. 31 ga olgan arqani ham sizga. Bo'lgan arqani ham sizga. 15 kun saymi topsa 31 million berib qo'ydi, sana olasiz, olib kelaman. Tusamisiz? 2
200 ming o'tsin sizga. Va baraka, duo qilar chiroyli qo'yadi. Duo qiling. Duo qiling ama. Amin. Amin. Nimaki niyatda qo'l ochgan bo'lsangiz, niyatingizga yeting. Amin. Shu ishingizdan yaxshi daromad olib, bola chaqangizga bosh berib, yuzga kelib, qo'shganga qo'sha qarib, bola chaqangizga odoqxonasini ko'rib yuravering. Aytayotgan musofirlar chin yurakdan duo qiling. 200 o'tib berdim-ku. Ulug'bek aka. Chin yurakdan mana shu doim yerda xizmatda bo'lib, shunday o'xshaganlarning hojatini chiqarib, sog' salomat yuravering, bola chaqangizga bosh bo'lib. Doimo kasb-koringizga baraka ato etsin. Chunki niyatda ish qilayotgan bo'lsangiz, niyatingiz ziyodasini etsin. Amin. Allohu akbar. Aytgan necha keldi? Ko'rishni Alloh nasib qilsin. Shundan chiqqan foydaga Allohning baytiga borgan oilalar. Rozi. Mana shu sigir yoqdimi amaki? Nech pulga baraka bo'ldi? Mana. Gul yemadi. Xola sog'ib ko'ringizmi? Yaxshi ekanmi? O'z olib ketishyapti, salqinda dastlabga qilib beramiz aka. Mana akalar. Mana sigir o'zlari xolam kelib sog'ib ko'rib oldi. Necha sog'dingiz? Sir bo'lmasa. Bir sog'gan 9 litr sog'dingiz. Ha? Mana shu sutni bir mahal yesa. Mana. Bizda baraka qilganimizdan keyin sutini beraveramiz, bizga kelaydi. Xo'p, bir mahalda 9 litr. Nechta sutga berdim, yana 15 ta sutga berdim. Aka bizda sutni aralashga bo'lmaydi. Mana bir mahal 9 ta, kechqurun 9 ta, 18 ta bo'ladi. Biz ko'p o'ynagimiz yo'q, bo'lgan gap.